ağaçtan boğan. Bu balkonumuz. Yine bemalol. Yine. Balkonda güllere karan her bir uyda yine bir ko'hnamiz edi. Ko'hnadan ham chiqiladi balkona. Yine aynamız. Güllere karan. Her bir xonadonda balkon, uyni ichi havo toza bo'lishi uchun, ekologik tomondan sog'lom bo'lishi uchun. Chunki bilamiz, gullar, o'simliklar o'zidan kislorod chiqaradi. Karbonat angidridni yutib, kislorod chiqaradi. Bu odam sog'lig'ini yine hozir men sizlarni bu yoqni ko'rsataman. Yine az birini o'chiramiz. Bular shunday ekonomичный ekan. Hamisha shu svetni o'chirib, kirib chiqqanda har safar o'chirib, suvlarni kamroq ishlatib, shuncha boy yashasalar ham hamma narsaga ehtiyoj bo'lib yashaydi ekanlar. Ehtiyotkor bo'lib yashaydi ekanlar. Qarang. Yine az bize 4 yedik. Yine şokola. Taxt şokola noazet bizlere spesialni şunu ekip verdi. Mosras taşıp gitmemiz geçişte bir gün yegen narsalarımız. Qarang. Yine kofe tayyorlagan mashinkasi. Hattoki shuma idishga shaqarangda ağaçtan bo'lgan. Plasmas narsa ishlatmaydi. Yine mikrovolnovka sizlarga ko'rsatgan mana bu tashqatda. Mana mikrovolnovda kitobga qarang. Hatto ko'hnada ham kitob. Mana salfetkalar. Mana sizga fransuz madaniyat. Qarang idishlarga. Qarang, hamma yerda idishlar faqat kerak narsani ishlatadi. Xolodilnikni ko'rsataman sizga. Qanday narsalar biz uchun tayyorlagan, o'zi uchun. Mana to'la. Mana. Ustiga qarang. Mana ichkarisi tagida morozinnik. Endi bunday kelsak, mana kladovka shkafi ochiq turadi.